Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana o'sha Mezor YouTube kanali. Do'stlar, sizlar bilan biz bugun Buldurup saytini tekinga ochib ko'ramiz. Tekinga nimalar olsa bo'ladi? Tekinga har kuni tekinga olishni ko'rsataman. Mana tekinga har doim men bilan beradi do'stlar. Men olib bo'lganman o'sha, mana olib bo'lganman. Har 24 soat ichida berib turadi. Mana ikkitasini ochasiz va sizga buldirib beradi. Shundan ochib turib qilaverasiz. Mana menda hozircha bir buldirib bor. Ketdik. Azartga berilish kerak emas do'stlar. Buni yutqazib qo'yish anonasi juda katta. Yutqazib qo'yish foizi mana birinchi 15 qo'yib ko'ramiz. 63%. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar? Tushib qoldi mana. Yana do'stlar. Ketdik do'stlar. Bu safar 20 qilib ko'ramizmi? 20. Go do'stlar. Tushmasa mana shu videoda keyin men 5000 so'm o'ynayveraman. Kimdir kartasiga chatdan tanlab olib. Bol. Yana go. Bo'pti, endi stavkani tushiramiz. Agar endi tushmasa 3000 so'm mana kartasiga tashlab beramiz. Ana ketdik. Kommentga o'z karta raqami yoki Telegram kanali, Telegramimni yozib qo'yaman kommentimga. Men o'zim tanlayman. Keyingi videoda o'shandan tele yozib qo'ysam, o'shani 3,5 ming yoki 3000 so'm tashlab beraman. Qani yaxshi. Voy, nima qilyapsan? Mana 63% ketdi. Ana old qaranglar necha qilaman hozir. Ketdi 5. Mana ko'rdinglarmi? 10 ga 1 ga ko'payib ketdi. Mana foydasi shu deb bildiribdi. Keyin bularni qaranglar. Chiqarib olish uchun bunda chiqarib olishga kirasizlar. Hozir mana yerdan tushib turib chiqarib olish UC. Aytga ID kiritasizlar. Amitda mana miqdor. Eng ko'pi 98. 60 UC'ga 98 bildirib. Ana uni 98 qilsanglar do'stlar beradi. Menda hozircha bir, chunki men hali umuman pul solganim yo'q. Pul solsam oson bo'ladi. 10,000 so'm shunaqa 12,000 so'm solsanglar shunaqa beradi 90chalar. Hozir 20 qilib ko'ramiz. Ketdik. Voy, shuncha pulimizni yedirib qo'ydik, yeb qo'ydik. Akalar yeb qo'ydik. Ketdik yana. Yemayli endi. Uyat bo'lar endi yutqazib qo'ysak. Yutqazib qo'ysa uyat bo'lar, mana aytdim. Siz yutqazib qo'ysa uyat bo'ladi mana. Mana bo'pti, bu safar stavkani tushiramiz, 19 qilamiz. Balki tushib qolar. Bo'pti, 18. Avimo cho'ti ko'z yaxshi ko'rinyapti. Aytdim do'stlar, mana. Shunday ozgincha hisobcha kamaytirsanglar, omad kelib qolishi mumkin mana. Mana ko'ryapsizlar, 8 qildim o'sha. Har kuni shundan ochib turish kerak do'stlar. Ochib turib 98 qilsanglar tekinga ochib olasizlar. 60 UC. Yaxshi-ku, to'g'rimi? Lekin
bunga pul solishinglarni maslahat bermayman. Chunki bunda ko'pincha streamerlarga tushib beradi. Streamer maslaga uncha tushmaydi. Shuning uchun pul tiqishlarni uncha so'rab qolmayman, tavsiya ham qilmayman. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? Shunday minusga kirib ketdik. Shunday qilsanglar streamerlarni strimiga shunday tushib turadi do'stlar. Bizga qarasangiz, mana tushdi do'stlar mana. Davay do'stlar. Ochamiz endi. Mana buni ketdi do'stlar. Mana buni qaranglar, omadni qaranglar, omadni qaranglar. Omadcha. Mana 26 qildik do'stlar. Qani do'stlar. Buldirib ochadigan YouTuberlar juda ko'p do'stlar. Shuning uchun men ham bir kirib ochib ko'rishga harakat qildim. Iloji boricha tushishga harakat qilsa, tushib bersa, usi tushirib olsak zo'r bo'lardi. Bitta risk qilib ko'ramizmi do'stlar? Bitta risk qilib ko'ramizmi? Bizda nima ketdi? Bo'lsa sizlarga bo'lsa obunachilarga bo'lsa ketdi. Ketdi do'stlar. 4% do'stlar tushishi. Omadni qaranglar do'stlar. Mana do'stlar. Shunday qilib tushirib olsanglar ham bo'ladi do'stlar. Qaranglar, 3 quvog'im o'sha. Shunday qilib yig'averasizlar tekindan. Faqat pul solmanglar do'stlar. Pul solish uchun umuman maslahat bermayman do'stlar. Men xohlaganimni qilaman, xohlaganimni qilaman. Nima ishim bor deydiganlar, bilganingni qilinglar. Men просто maslahat berib qo'yaman akalar. Menda ayb yo'q. Chunki o'zim ham bir marta minusga kirib ketganman-da akalar. Shuning uchun maslahat bermayman. Pulingiz uchib ketadi havoga. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? Sekin tushmay boryapti. Bitta zo'r berib qo'yadi, umuman tushmay qolaveradi. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlar? Xohlasa do'stlar, shuni 98 qilib sizlarga UC tashab ko'ramiz do'stlar. Hozircha biz ochib turamiz. Bir omad sinab ko'raylik. 3% bo'ladimi? Necha foiz? Qani? Mana. Do'stlar, mana. Qani bir juda katta omad kelguncha harakat qilamiz. 3 mana. 3. Mana mashq kiyimni tushirmagan tushmayotgan. Davay. Taktika. Kit. Voy do'stlar. Do'stlar, shu joyda video to'xtaydi. Keyingi safar o'yinlarni ham olishga harakat qilaman. Xayr, sog' salomat bo'ling.